ayniqsa ayollarda ko'p uchraydi. Sistit kasalligi deymiz. Sistit kasalligi bu qovning o'tkir yoki surunkali ravishda yallig'lanish kasalligi hisoblanadi. Qovdagi o'sha yallig'lanish kasalligini ham sabablari juda ko'p, lekin asosiy sabablaridan biri bu o'tkir infeksiya yoki shamollash oqibatidagi qovda yallig'lanish, o'tkir sistit. Bu o'tkir sistitni ham ko'pincha bemorlar yoki o'zi bilib bilmay adashgan holatda boshqa mutaxassislarga murojaat qilish oqibatida, kerakli urologga vaqtida murojaat qilmasligi oqibatida kasallik yoki o'zboshimchalik ijtimoiy tarmoqlardan o'rgangan holatda davolashadi va bu kasallik o'z-o'zidan to'liq davolanmagan holatda formaga o'tishi, shaklini o'zgartirishi va surunkali shaklga o'tib ketib qolyapti. Ko'p murojaat qiladigan bemorlarimizda ham shu kasallikni o'tkazib yoki noto'g'ri davolangan holatda kelishadi va bunaqa holatda ham bizda o'sha ixtisoslashgan tekshiruv va to'g'ri yondashuv asosida shu o'tkir yoki uzoq vaqt davomida to'liq davolanishga erishilmagan sistitlar bilan og'rigan bemorlarimizda ham juda ham yaxshi natijalar erishilyapti. Maxsus davo usullari qo'llanilyapti. Bular ham o'sha ayollar o'rtasida sistitdan aziyat chekib yurgan yoki o'sha shamollash siydik, pastki siydik yo'llaridan aziyat chekib yurgan bemorlarda to'liq davolanib oilasiga qaytishiga erishyapmiz.